Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men sizlarga mana kondensatorni multimetr yordamida o'lchashni ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni bizda 470 mikrofarad 200 volt kondensator hamda 2200 mikrofarad 220 volt kondensator bor. Mana ko'rib turibsizlar. Multimetrimizni sozlab olamiz. Ya'ni 2000 mikrofaraddan 20 nanofaradgacha bo'lgan kondensatorlarimizni o'lchay oladi. Bizda 470 mikrofaradli kondensatorimiz uchun 2000 mikrofaradga qo'yib olamiz. Mana 496 mikrofarad kondensatorimiz ekan. Ya'ni bu mana sifradan baland, bu 2200 likni o'lchab ko'rsataman, lekin multimetrimiz ko'rsatmaydi. Mana 900 ming, chunki bu 2200. Sababi